15-mart uzumga iskana payvand qo'yishni boshladik. Mana bu 3 yoshli uzumimiz. Hozir shunga payvand qo'yamiz. Payvand qo'yish uchun iskana payvand qo'yish uchun taxminan bir 20 sm, 15 sm tagini ochib olamiz, tomirlari chiqqancha. Keyin tekis joyini belgilaymiz payvand qo'yishga, yorishga tekis joyini. Mana shu joyini hozir ariman kesib olamiz. Kesib olib tashladik. Endi postlag'ini tekislab olamiz pichoq bilan. Endi bu yerdan yoramiz payvand qo'yish uchun. Tekis tarafidan yorish kerak. Taxminan 3-4 sm. Mana yorib bo'ldik. Endi payvand qo'yadigan novdamiz bu Dubovskiy rozovый degan yangi nav, chetdan kirib kelgan. Bu tagimiz o'zimizning Sug'diyona kishmish uzumi. Novdadan 2 pindik kesib olamiz. 2 pindik oldik, mana pindiklari yaxshi turibdi. Endi buni ikki yonidan pichoq bilan kesamiz, 3 burchak qilib. Shunda e'tibor qilish kerak. Bunaqasiga kesib bo'lmaydi. Bunaqada kurtak turibdi, kurtak tagini olib bo'lmaydi. Ikki yonidan olish kerak kurtakning. Shu yerga e'tibor qilish kerak. Taxminan bir 3 sm bo'lish kerak kesilgan joyi ham mana. Novdamiz ham ko'm-ko'k holatda turibdi. Ikki yonidan kesamiz. Mana shu kesishda ham bu tarafi sal ingichkaroq, bu tarafi qalinroq bo'ladi. Bunda postlari yaxshi tushadi bir-biriga. Endi bu kesgan nimamizni yoramiz joylash uchun. Shu yerda ham postloqlar qolib ketadi, o'shalarni ham olib tashlash kerak pichoq bilan. Yaxshilab tozalab. Shuni payvand qilishda kesilgan joyi to'liq kirib ketish kerak ichkariga. Keyin postloqqa to'g'ri tushish kerak. Asosiy postloq to'g'ri tushsa tutar 100%. Mana bo'ldi, tushdi. Endi bu tarafiga ham bitta qo'yamiz. Pauza qilib turing. Novdamizni ham kesib olyapmiz. Uch burchak kesildi. Endi buni bu tarafiga qo'yamiz. Asosiy shu postlarga to'g'ri tushishda birikib ketadi. Keyin qoziqni olamiz. Mana o'zi mahkam siqib qoladi. Qimirlamaydi. Novdamiz sal qiyshiqroq ekan, shunga to'g'ri turmadi. Endi buni yorig'ini berkitish kerak. Hoziroq nami qochmas uchun suvdan ham foydalanamiz. Bu oddiy qog'oz mana. O'sha qog'ozdan yorig'iga berkitamiz. Ozroq namlab olsak qog'ozni sekin shu yorig'i to'ldirib olamiz. Havo kirmaydi-da, tutish foizi yaxshi bo'ladi. Ko'pchilik
loy bilan ham berkitadi. Loy men berkitsa ham bo'ladi. Men qog'oz bilan berkitaman. Ana bo'ldi. Mana bu joyini ko'rsating. Yaqindan olib. Mana shu joyi to'g'ri mana tushgan bir-biriga. Shu joyiga eng muhimi shu yerga e'tibor qilish kerak mana. Postiga to'g'ri tushsa ko'klaydi. Endi buni salafan, strech salafandan kesib olganman. Jarohatni bo'ylaymiz. Mahkam qo'yib, havo kirmash kerakda. Tepa qismlarini ham yopib yaxshilab bo'ylaymiz buni. Ba'zilar bo'ylamaydi. Lekin bo'ylasa havo kirmaydi-da, tutish foizi yaxshi bo'ladi. Men o'zim ham salafon bilan bo'ylayman. Salafon bilan bo'ylagandan keyin bitta taraf bor. Bu payvand ko'klab ketgandan keyin buni yechib tashlash kerak. Ko'pchilik shu yechib tashlashga erinadi-da, bo'ylamaydi. Mana bo'ldi, payvandimiz tayyor. Endi buni tuproq bilan ko'mib qo'yamiz. Mana shu yergacha tayyor bo'ladi. Mana payvandimizni ko'mib bo'ldik. 2 pinda qo'yganman. 2 ta kurtak. Endi ko'mishda shuni bitta kurtak qolsa bo'ldi mana. Faqat bitta kurtak chiqib tursa bo'ldi ikkalasidan. Sababiki mabodo sovuq bo'lib qolsa, bu tepada kurtak sovuq urib ketsa ham pastda bitta zaxira bor mana tuproq tagida. O'sha yorib chiqadi. Zaxira kurtak. Agar sovuq bo'lmasa tepada ko'klab ketadi o'zi. Mana shu holatda ko'mib qo'yamiz, bo'ldi. Payvandimiz tayyor.